Akalar, Xudoga shukr, har kun obitimizga osh yeymiz. Bugun xodimlarimiz hammalari aytishdi, bugungi menyuni bir o'zgartiraylik deyishdi. Qani, hammalardan so'rab ko'ramiz. Nima ovqat xohlashdi? Abid, akalatika bilan o'rdak go'shi. Ahmadali abidga nima ovqat yegan bo'ladimi? Go'shtmi? Osh o'ldirsin, ha? Qornim och qolgan osh taomlilar. Ilimxon, abidga nima ovqat yegan bo'ladi? Bisteks ketadi-ku. Ketadi, ha, bisteks gap yo'q, lekin yaxshi tanlov. Ishchi sabr qilgan, ketyapti shu dasturxonda og'zingga qoqib ketamiz. Abdulazxon aka, siz abidga nima ovqat yegan bo'ladingiz? Osh. Qani dedi, bunaqa osh yeyishini bilganimizda po'rga aytardik, bir yo'l og'zingga damlab qo'ya qolardi. Abidga nima ovqat yegan bo'ladingiz? Boshqa menyuni o'zgartiribdi. Achchiqqanda shu qarat o'shiringiz yaxshi bo'lardi. Damchak emas, gap yo'q lekin. Mashina qilib og'ziga tiqib, po'chaga dasharaga shunday bo'ldi. Menyuni o'zgartiribdi. Abidga nima ovqat yegan bo'ladingiz? Ha, gap yo'q. Bilisham yaxshi tanlov. Yuring undan ko'ra pirojka yeymiz. Aka, abidga nima ovqat, aka? Osh. Osh, o'ldirsa osh o'ldirsin. Okalar, ular osh yeydigan bo'ldi abidga.